Bugun biz sizlar bilan vampir insonlar haqida gaplashamiz. Bu kinolardagi qon so'radigan vampirlar emas, insonlarning hayotiy energiyasini so'radigan vampirlar haqida gaplashamiz. Hayotda shunday insonlar borki, o'zlarini vampir ekanliklarini ham bilmaydilar. Endi bugungi suhbatimizdan so'ng ular albatta bilib oladilar. Vampirlar ikki turga bo'linadilar. Birinchisi, doim nolib, o'zini hayotidagi muammolarni hammaga gapirib, yig'lab, siqlab, achinishlarini hisobiga boshqalarni energiyasini oladigan insonlar. Ikkinchi turdagi vampirlar esa agressiya qilib, insonlarni qo'rqitib, ularning qo'rquvi hisobiga energiyasini oshiradigan insonlardir. Doim past chastotada yuradigan insonlar xafagarchilikda, siqilishda, birovlarga hasad qilishda, birovlardan nafratlanishga, o'zini qurbon obrazida ko'rib yurishga o'rgangan odamlar, bular vampir odamlarga aylanib qoladilar. Chunki ular hayotdan yuqori energiyalarni, xursandchilikdan, baxtdan, odamlar bilan muomaladan ola olmaydilar va ular majbur bo'ladilar nolib olishga, qo'rqitib olishga. Siz vampir odamga aylanib qolishni istamasangiz, albatta o'zingizdagi holatlarni isloh qilasiz degan umiddaman.